sizlarchi? Angliskiy bilasizmi yo'q, turkcha ham asobi bilmayman. Nimaga sud bo'lyapti? Anchadan beri sizni kuzatmagandim. Voy, kuzatish kerak edi-da, opa. Yetroq kuzatganingizda bo'lardingiz. Здравствуйте. И patates кузарматаши фри. Один день прожито без тебя. Да, вот она. Faqat kuzatayverib sizni kecha shunda ko'ribman. Yaxshilikka bo'lsin. Конечно. Обожаю вас, спасибо. Турцияда акцент тоже у вас прекрасный. Спасибо. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум. Yaxshimisilar? Opa, zagadkayni javobini topdim. Juda ham xursandman topgan bo'lsangiz. Mamnuniy. Juda ham mamnunman. Ha? Любой овощной салат. Овощной nima deganini bilasizmi? Овощи. Ha, shunaqa salat. Evet. Когда было? Men 23 kilo ozdim Monjaramizdan. Ko'zimimiz chiroyli bo'pti. Makiyajni o'zingiz qilasizmi? Makiyaj asobi qilganim yo'q, labimni chizib oldim, ko'zimga teng qo'ydim, ozgina pudra, rumyan. Pasta bolognese? Yani Shasmin Bolarkanu ha bu saçlar yani göstereyim. Bo'larkanib bo'yanib yursiz dedi. Ko'jam 18 yoshda ko'jasiga o'xshasa. 42 ga kirgan bo'lsam nima qilaman bo'yanib? Men hali bo'yanishga uspet qilaman 70-80 ga kirganda. Nima deb o'ylaysiz? Lera. Kutib bakarız. Ha evet. 70-80 ga kirganimda bo'yanaman. Hali yuzim g'uncha gulga o'xshagan bo'lsa nima qilaman makiyaj qilib? Birorda bir qilib turaman. Tamam. O saat 14'de eve gelince daha Один день прожитый без тебя. Tamam. Munisga o'xshaysiz. Munis jigarim-da, jigar go'sham. Jigarim-da Munis. Jasmin opa, duhiz 13 million rublmi? 13 ming rublmi? 8 ming. Aytdim. Bugun Moskvaga dastavkamiz bor. Telegramga o'tib surishni yozib olinglar. Bugun Moskvaga dastavkamiz bor. Nat olaman degan edim. 7 marta olsam $700 bo'ladimi? Deyishdi. Bo'ladi deyishdi. Yo'q. 4 ta pul olasiz $400 bo'ladi. Qaysi kafedasiz? Biz ana dengizda bo'yida. Доставка в Израиль есть? Нет. В Израиль доставка нет. Ты замужем? Да. 6 детей вот сидят. Мне 45 лет. Еле-еле рожала. Вот дети. Алло. Men ham Andijondanman. Voy, rosa xursandman. Shunaqa xursandman Andijonligingizdan. Spagetti bolognese. Evet. Şu an 3 tane patates kızartması. Allo, 5 milyon 4 pros. tane kola, biri normal olacak. Kız qani? Mana o'tirib. 2 tane mevsim salatası, bir tane bir tane fettuccine makarna, bir tane karışık pizza, bir tane de tonlu salata. Eksiklik ya da yanlışlık var mı? Yok. Mana ham o'qiyapman. Mojito mu ne diyor? Mojito. Ha, tamam. Teşekkür ederim. Ben sorabilirim. Uch bola deganim yo'q. Bitta ampula agar количество odamga qiladigan bo'lsangiz, bitta ampula 4 ga bo'linadi. Bitta ampula 4 ga bo'linadi, 4 ta ampula bitta 7 ta kursni yopadi. Kecha nat olgandim. Energiyam oshib-toshib, ertalab turib cho'milib, prichoskalar qilib, makiyajlarim qilib tashladim. Energiyam oshganidan. Kecha o'zim ham nat olgandim. Kecha nat oldim, glutatsion oldim vitamin C bilan. Keyin Q10 oldim, Q10.
Andijondan salom Andijonga. Sabrina qatta. Hozir. Qiroq tibidoq. Bilmadim, kelmadi fol. Inamamidan bilaman Sabrining qayta yibam, og'zingga qotdi. Tiqilib o'lgur. Onang nomidan bilaman Sabrining qayta. Rasmiy вы такая красивая, спасибо. Yuzdagi shiram ketdimi? Yuzimda shiram bormidi? Ha, bu yerdagimi? Jicha qoldi. Soch o'sib chiqdi, ustidan soch o'sib chiqdi mana. Yettitadan keyin olish kerakmi nat? Yo'q, shu yettitadan keyin olishni keragi yo'q. Men olib yuribman mazza qilib, qarishni xohlamayman. Organizmim yosh, anaqalarim, ichak-chavoqlarim yosh navqironlik ishlashini xohlayman. Go'zalina, meni unutib qolgina, sen bilan yashay olmasman, tengingni topa qolgina. Go'zalina. Yo'q, bu yoqda. Ha, sekin. Yorasha o'zgardingiz, yana ham chiroyli bo'ldingiz. Конечно, g'iybatchilar g'iybat qilguncha men bosib natda olib yotibman. Mazza qilib. Sochim yaltirashni boshladi, hamma organizm zanovi ishlashni boshladi. Tualetga meni ichim qotardi. Yoshligimdan, kichkinaligimdan, tug'ilganimdan beri esimda. Onam meni больницаga olib borib, klizma qildirib, tualetga kirgizdirardi, потому что problema bor edi keshishligimda. Rождённый непроходимость bor edi. Har doim qiynlanib yurardim shuni deb. Hozir mana yo'q. Go'zallikda 2 mahal tualetga kiryapman har kuni ertalab kechqurun. Kudesit nima uchun olinadi? Kudesit har bitta vitaminlarga, har bitta kremga, har bitta sivrtga qo'shiladigan vitamin. Uni men чистым video olyapman hozir kudesitda. Жасмин, вы довольны результатом блефропластики? Ну, сказать довольно не особо, но очень красиво, шрам вообще почти не видать. Очень тонкий этот. Ну, довольно одной стороне, другой стороне вот чуть-чуть вот здесь собирается. Она пройдет, ну, долго ждать. Munjara kimlarga mumkin emas. Munjara ikki xatlarga mumkin emas. Pochkasida kasali bor, jigarida kasali borlarga mumkin emas. Bo'qog'ida kasali borlarga mumkin emas. Raklarga mumkin emas. Nat infarkt bo'lganlarga mumkinmi? Nat infarkt bo'lganlarga mumkinmi? Foydasi yo'q. Munjara $400, это любая доза на 100%. Surxondaryo salom, Surxondaryoga salom. Qanaqa pomada qo'ydingiz? Karandash pomada qo'ymadim. Birinchi korичневыйda konturda o'tkazdirib yuborib, orqasidan qizilda yurgizdirdim. Da, shunaqa men ham pomada surkadim. Birinchi marta ko'rishdi qizlar meni pomada surkaganimni. Sahar kasallarga nat eng zo'r narsa. Bugun Halim opani rahmatliga opalariga уже 500 likka o'tishgan. Halim opani opalari 500 likka o'tishgan уже. Bugun 500 lik jo'natib beraman natni. 500 dan olishadi уже. Sahri 27 dan 18 ga tushgandi. Kecha o'tgan hafta qilishganda 18 dan 12 ga tushibdi sahri. Juda ham zo'r deydi. Bankalar yopib yuribmiz deydi. Dadasini O'zbekistonga jo'natdi. Dadasini bugun jo'natgani yo'q, opa. Payshanba kuni jo'natib yuborgan. Bu eski videolar. Dadasini payshanba kuni jo'natib yuborgan. Sizlarni laxatron qilyapti. Как Google dan skachat qilib video qo'ydi-yu, nimalarda po'xirinni qo'ydi. U shunaqa sizlarni aldayapti. Dadasini payshanba kuni jo'natib yuborgan. Nimani? Assalomu alaykum Jasmin, yaxshimisiz? Natka gulim yo'q. Natka pulim yo'q, ehson qiling dedi. So'rab yuboring. Og'zingizga olib boring. Yaxshi bo'lib ketasiz. Homilador bo'lishga qaysi dori ayting? Homilador bo'lish uchun Munisa doktorda lekarstvo bor. Nemene degan lekarstvo bor. O'sha yaxshi. Bizga ham nasib qilarmikin? Pulingiz bo'lsa hamma yoqqa nasib qiladi. O'tirmasdan Instagramda ishlab harakat qilsangiz, pulingiz bo'ladi. Olasiz mazza qilib narxlarni.
Munjara hammasi bizda 400 dollar. Bizda ana aytayapti-ku, Munjara aptekada 300 dollardan sizlarga 400 dollardan sotyapti. Bizga Germaniyaniki, Turkiyanikini itam olmayapti. Turkiya deb yozilganda itam olmayapti. Bizda Germaniya, Turkiyanikidan hech kim foyda ko'rmayapti, o'shuning uchun itam olmayapti. Aptekada to'lib yotib, to'lib sotirilyapti. Ha? Chullik? Может, yillik? O'sha dugoningizni Insta nima? Kimmi? Nika. Salom, salom. Привет, привет. Здравствуйте. Atirdan rosa sepkim keldi, bizga qimmatlik qilyapti. No, endi iloji yo'q, asalim. Besplatno atir yo'q, go'zalim. Ehson qilganlarga ehsonlar qilib bo'ldim уже. Atirlarni ham tarqatib bo'ldim. Endi besplatnisi yo'q. Ko'zingiz juda chiroyli bo'lgan. Rahmat. Rosa opasingiz mashaynik sizni. Ha, shunaqa ekan. Natim migren kasaliga olsa, da migrenga juda ham zo'r. Migrenga ayniqsa juda ham zo'r. Boshingiz postoyan og'riganlari yo'q bo'lib ketadi. Rosa zo'r migrenga. Черепное давление. Qorada bor. Jasmin, ishingizga omad, rahmat. Yana Miklar so'raganlar. Nimani? Bittada. Nat? Bilaman. Uni chiqara olmayman. Bugun chiqarib olamiz. Ozib yana ham chiroyli bo'lib qolibsiz. Особенно avvalitsa. Yana ham oziyman salim. Hozir sovuq tushishini kutib turibman. Sovuq tushsa, mana operatsiya bo'ladi bunaqa. Bunday operatsiya bo'ladi. Bunday bo'ladi. Sovuq tushishini kutyapman. Figuramni ham chiroyli qildiraman. Ryobralarni oldiraman. Qo'limdagi jirlarni oldiraman. Go'zal bo'laman. Munjaradan ozib oldim, go'zal bo'lib. 23 kiloga. O'zimizning munjaradan. Hozir ertalab tursam, yana 1,5 kiloga ozibman bir haftada. U yog'iga уже vez sekin ketyapti-da. Qo'los g'alati. Xohlagan narsani yeyapman, lekin oz yeyapman. Xohlagan narsamni yeyapman, oz yeyishimni ko'rasizlar. Tiqib yeyapman, lekin oz yeyapman. Потому что nat menga metabolizmni rivojlantirib berdi, munjara ozdiryapti. Natni nega bo'lib sotishyapti, bilmayman. Kim bo'lib sotyapti? Biz bo'lib sotmayapmiz, biz ampulada sotyapmiz. O'zbekistonda nalichida bor. Qaragoy ko'zni ham ko'rmayapti. Sochingiz zo'r bo'pti. Это действие nat biotin olyapman men. O'zbekistonda 8 dona qolgan biotin. Telegramlarga yozsanglar berib yuboradi. Biotinni ham 4 ga bo'lib ishlatasizlar. Biotin lekin hamma yoqqa jun chiqarib yuborar ekan. Omiylarga-yu, ko'tinglar teshigiga-yu hamma yoqqa. Epilyatsiyaga borishga to'g'ri keldi menga. 3 marta, 9-kuni yana boraman. Sochim to'kilmay qoldi, zo'r bo'lib qoldi, qalinlashyapti. Синдром Эушенкого. Нет, нельзя. Жасмин, привет. Я сейчас в Узбекистане, 15 в Стамбуле. Что привезти тебе? Ничего не надо. Munjara nechta olish kerak? O bitta korobkada 4 ta bo'ladi-yu. 1 oylik kurs bo'ladi. 1 oylik kurs. Nat munjara temasini to'xtataylik to'ppa-to'g'ri. Hozir ko'p oxirgi marta aytib o'tay bo'ldi shu bilan. Hozir, короче, allergiya sezoni boshlanyapti. Hammada kuzda allergiya boshlanadi. Burun bitishi boshlanadi. Bosh og'rig'i, suvaklar og'rig'i, issiq sovuqqa, suvaklar og'riydi, singan joylar og'riydi. Shunga nat juda ham zo'r. Juda ham zo'r. Qirg'izistonga dostavka yo'q.
и anu psixически неравновешенные odamlar bo'ladi-yu, ну нервные odamlar. Ana mushukdan qarang. Bizim mushuk o'xsharkan. Ana, kichkina. Ana. Ey qizim, kel.